Assalomu alaykum vatandoshlarim. Men Andijon viloyati Andijon shahridan Mansurjon Mamadaliyev. Murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiya rahbari hurmatli Saida Shavkatovnaga. O'zbekiston Respublikasi prokurori hurmatli Nig'matullo Yo'ldashev To'lqinovichga. Mening qonuniy haq-huquqim buzilgani bilan bog'liq bo'lgan holatni qisqacha bayon etib, buzilgan haq-huquqimni tiklash maqsadida yordam so'rab murojaat qilyapman. Andijon viloyati prokurori Murodullo Abdulhakimov Tagayevich boshchiligida Andijon viloyati prokuraturasi 16-bo'lim sobiq rahbari, hozirda Isbosgan tuman prokurori Usanov Damir, viloyat MIP rahbari Azamatjon Eshonqulov, shahar MIP ijrochisi Ruslan Abduvaliyevlar va shahar va viloyat prokuraturasi 16-bo'lim rahbarlari tomonidan tergovga to'sqinlik bo'lgani bilan bog'liq bo'lgan ichki ishlar tergovchilari murojaatimni o'rganib, jinoyat ishi qo'zg'atgan ishlar yakuniga yetmay ishlarni yopgan. Garovdagi mulkimni, bank oldidagi majburiyatini bajarib, kreditni qoplaganman. Bank kreditni qoplanganini, ijroni to'xtatish xatini ijrochi telegramiga tashlab bergan. Ijrochi Ruslan Abduvaliyev bank xatini olganini, ishga bormaganligini sheriklariga aytib, auksion savdoni to'xtatishini aytgan. Sheriklari auksionni to'xtatmagan. Mulk auksionda sotilgan. Pulini bank olmagan. MIP depozit hisob raqamida 1 yil saqlangan. Andijon viloyat prokurori M.T. Abdulhakimov viloyat MIP rahbari A. Eshonqulovga pulni bankka o'tkazishga topshiriq qildi. A. Eshonqulov bank rahbarini va yuristini MIPga chaqirib, kreditni qoldig'ini 247 million so'mni 2025-yilda qoplagan M. Mamadaliyevga qaytarib berish uchun auksiondan kelib tushgan puldan 247 million so'mni bankka o'tkazib berishini so'rab, bank hisob raqamini bergan. MIP ushbu yo'l bilan bank xatini asos qilib, auksiondan kelgan pulni bank hisob raqamiga 247 million so'mni o'tkazib, mulkni auksion g'olibi nomiga o'tkazib bergan. Viloyat prokurori Murodullo Tagayevich pulni bankka va MIPga hisob raqamiga o'tkazadi. Mulkni auksion g'olibi nomiga o'tkazadi. Pulni auksion g'olibiga qaytarib berasiz, mulkingizni qaytarib beradi degan. Afsuski, auksion g'olibi mulkni nomiga o'tkazib olishi uchun 30 ming AQSh dollari ishlatdim. Binoni xohlasangiz 100 ming AQSh dollariga sotib oling dedi. Viloyat prokuroriga mulkimni qaytarib berish uchun 100 ming AQSh dollari so'rayapti desam, so'ragan pulini berib mulkingizni qaytarib oling. Bo'lmasa mulkingizni qaytarib ola olmaysiz dedi. Hurmatli Respublika prokurori Nig'matullo Yo'ldashev, Andijon viloyat prokurori M.T. Abdulhakimov harakatiga qanday baho berasiz bilmadim. Afsuski, viloyat prokurori aytgani bo'lmadi. Men o'zimni aldanayotgan his qilib, MIP bankka o'tkazgan pulini qonuniyligini o'rganish uchun Markaziy bankka murojaat qildim. Markaziy bank MIPdan bankka o'tgan 247 million asossiz o'tganini MIPga qaytarish bo'yicha ko'rsatma berdi. Pullar MIP hisob raqamiga qaytdi. Buzilgan qonuniy haq-huquqim tiklash maqsadida mulkimni qaytarib berishini so'rayman. Mulkimni qaytarib bermayapti. Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich, administratsiya rahbari hurmatli Saida Shavkatovna, O'zbekiston Respublikasi prokurori Nig'matullo Yo'ldashev, sizning xodimlaringiz Andijon viloyati prokurori Murodullo Tagayevichning, Usanov Damirning, viloyat MIP rahbari Azamatjon Eshonqulovning, ijrochi Ruslan Abduvaliyevlarning g'ayriqonuniy harakatlariga lozim topsalaring, huquqiy baho berib, lozim topsanglar, qonuniy chora ko'ringlar. Ammo lekin mening haq huquqimni buzgan, mulkimga ko'z olaytirgan,
moddiy mablag'imga zarar ziyon yetkazgan, obro'sizlantirgan, oilamni tinchini buzgan, sog'ligimga, mablag'imga ziyon yetkazgan fuqarolar, jumladan O. Yo'ldashevga, Akson g'olibi J. Abdurahmonovga, T. Babametovga, D. Javharovga, U. Mirzayevga, sug'urta vakili N. Fakirovga, S. Izzatillayevaga, ushbu ishlarda ishtirok etgan shaxslardan menga yetkazilgan zarar va ziyonlarimni undirib qonuniy chora ko'rib berishingizni qat'iy so'rayman. Hurmat bilan, Mansurjon Mamadaliyev. Ushbu fuqarolarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari asossiz. Andijon viloyat prokurori nazoratida ishlar yopilib kelmoqda. Murojaatim asosida to'plangan hujjatlarni, ish delalarini respublika miqyosida Tergov departamentida o'rganib berishiga ruxsat berishingizni, hurmatli Nigmatulla Yo'ldashev, sizning nazoratingizda olib borishda amaliy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Hurmat bilan, murojaatchi Mansurjon Mamadaliyev. E'tiboringlar uchun rahmat. Yangiliklarni davomiy chiqarib turaman. Davlatimizga rahmat, rahbarlarimizga rahmat. Hozirda ushbu murojaatim asosida to'plangan hujjatlar respublika prokuraturasi ruxsatida turibdi. Hurmatli Nigmatulla Yo'ldashev, o'zingizdan iltimos qilaman. Shuni o'rganib, respublikada departamentida tekshirtirib berishingizni so'rayman. Andijon viloyati prokurori Murodullo Tagayevich noqonuniy mashnaqa ishlarni uyushtirib, mulkimni auksion g'olibi nomiga o'tkazdirib, endi siz mulkingizni qaytarib ola olmaysiz deyapti. Men ushbu holatda shunday xulosaga keldimki, hozirgi jamlangan hujjatlarimni viloyatlarda o'rganishga chiqarib bersiz, Andijon viloyati prokurori o'zini g'ayriqonuniy harakatlari sinib qolmasligi uchun viloyat prokurorlariga ushbu ishlarni ochiq, xolis o'rganishiga to'sqinlik qiladi deb bilaman. Ushbu iltimosimni inobatga olishingizni respublika miqyosida Tergov departamentida o'rganib berishini nazoratingizga olgan holda ruxsat berishingizni so'rayman. Amaliy yordam berishingizni so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishgunimizcha xayr.